Qaymoq yo'qmi-ya? O'li shoq to'kding, o'lasan endi. Men senlarga nima deybidim? Ko'zingni jum, ko'zingni qis deybidim-mi? O'ldik. 2 kere 2. To'g'ri, Mirjalol Qosipov. 3 kere 7. 21, 5 kere 5. 25, 3 kere 6. 46. Asta, mana ko'ring, asta uring. Esmeralda en tus ojos. Tavba qildim ayajon. Ko'zim qichib qoldi. Urmang! Armiyaga ketyapsizmi? Ha. Mani uydagilar Abduqodir Husanovga bermoqchilar. Kimdir u? Toshkent City'ga o'tibdilar-ku. Manchester City'da qaray. O'sha futbolchida. Ha, u kep sangullanar, boshqa odam qurib qopdimi? Nima, men eshik qisganmi? Sani eshik emas, darvoza qisgan u. Qarab tur, men armiyaga borib, o'sha Abduqodir Husanovdan ham zo'r bo'lib kelaman. Sen hali afsuslanasan, qarab tur. Ulan, shu armiyanga borma. TikTokda battle qilib, PUBG o'ynab yuraverdi. U yoqda issiq ovqatingdan kim xabar oladi? Men boraman. Borib erkak bo'lib kelaman. He, menga qara. Bobang kelgan, qani ruxsat berarmikan, ey? Bu Abduqodirni olayotgan puli o'zimiz so'mda qancha bo'ladi? Shu $1 million so'm bo'ladi otam. Voy bobojon. Birovni pulni hisoblab o'tirishdan boshqa tema yo'qmi? Hozir butun dunyoda shu tema bo'lyapti-da, bolam. Nima mo'ltallab o'tiribsizlar? Ota, nevarangiz armiyaga ketaman deb jotibdi. Armiya? Ha. Yig'ishtirdi armiyangni, bo'lmaydi. Mana men 4 yil soyuz payti Sibirda xizmat qildim. Yirtiq sapog'da kartoshka tozalab, pol atib urib o'tib ketdi. Bekorga dembillar urib tishimni sindirdi. Bundan ko'ra balog'ermi bo'lsang bo'lmaydimi? Blonger. Shuda televizorlarda ko'ramiz, Davron to'g'ri shularniki mazza qilib yashayapti. Aynan. Nima desanglar deylar. Men baribir boraman bobojon. Bo'pti, bobo, men ketdim. To'xta, non tishlab ket. Non nimaga? Sonoma qaytib kelishing uchun-da. Amma o'lgan ketyapmanmi, bobo? Ma bolam, ma. Shoshma. Magazinda noni bo'lmaydi. Beva ayol yopgan non bo'lishi kerak. Men ketdim. Oyog'im qaltirayapti. Qaltirama jigar. Bo'ri bo'lsang bo'riday bo'l. Askarlarni zo'riday bo'lgin. Tekson! Bo'ri, qaltiramang bo'ri. Katta hayot endi boshlandi. Ketding yigitlar. Bu kimlar mangami? Katta xolangga kimga bo'lar, sanga-da? Boshdan oyoq sarflab beryapsizmi? Bu sapog yangimi? Nima eski bo'lsin-da? Bobom aytganda eski yirtiq sapog beradi deganda. Kechirasiz, jigar. Nima? Jigar. Jigar uyingda bo'ladi. Serjant Azamatov bo'ladi. Bor, soching oldirib kel. Uzr. Serjant Azamatov, Sanchas qayerda? Nima qilasan? Qornim og'riyapti. Tavba qildim. Bu kelgandan sanchasi so'rayapti. Sharmanda. Uzot uyg'on! Uzot uyg'on! Uyg'onamiz! Nima bo'lyapti? Urush bo'lyaptimi? Serjantim, nima bo'lyapti? Nima bunday harakat qilyapsizlar? Hey, bir bosarim tur. Qo'ysangchi, jigar azgichi qulaylik. Yo, serjantim keldi. Assalomu alaykum. Tiray askar. Bo'ldi. Vaqtli turamiz ekanda. Nima qilaylik biz hozir? 6 bo'ldik hali. Restoranda ham bunaqa ovqat yo'q-ku. Sevdim shu qizni. Hozir kelaman. Ovqatim yema. Yaxshi qiz. Sizga gul bersam, menga non berasiz. Hey! Ochirtda tur, biz ham gul beraylik.
sariq pishaq, sanlarga boshqa qiz yo'qmi? Nima men yaxshi ko'rgan qizga gul bermoqchisan? Jigar, chasta faqat shu qiz bor ekan-ku. Boshqa qiz yo'qmi-ku? Yo'q-de. Men beray shunga, nimani qilyapsan? Men beray, men katta-ku. Qo'rningdan so'ka qo'zi. Kartoshkani tozala, qo'llarni art. Tinchlikmi Mansurov? Serjantim, bobom aytdi, kartoshka tozalaymiz ekan. Bu bobong davrida qolib ketgan u kartoshka tozalash. Uxla. Serjantim, TikTokda battle qilsam bo'ladimi? Men senga uxla dedim. Ha, bo'ladi. Bo'ldi, jigar. Bo'ldimi? Boryapman. Ha, bo'ldi, sen uchun har doim pandashga ketaman, jigar. Qayerga borishim kerak, jigar? Nima bu, lunatikmi bu? Lunatik. Ey jigar. Serjantim nima qilyapti u? Uyqusirayapti menimcha. Qanday yo'qotsak bo'ladi? Voy, xo'llatni olib kel. Qo'llatdi. Qo'y bo'ladi. Qo'y. Serjantim qo'y. Bos. Jigar. Serjantim. Qayerdaman? Tirqin qilsin, sharmanda qilding odamni uyqusira bo'l. Lunatikmisan? Nima qilyapsan, jinni? Salom askarlar. Salom. Kim qo'shiq aytishni biladi? Men jigar. Pochchangni borib jigar deysan. Xo'p bo'ladi, pochcha. Uyla. Bu yurak seni izlar hamon. Tilbalarcha sevdim, hey yaron. Safga tur. Xo'p. Chinni. Mansurov, qo'shiqni sen aytasan. Xo'p bo'ladi. Uni bosgan tuprog'ingni saqlashingda. Onang ishonchini oqlashingdan, vataningga xizmat qilish xohlashingdan. Ko'tar o'rga aka. Jaloldin ruhlarim shod aylagin sen. Yo, bu baribir boshqacha-da. Atmaska. 7 oydan beri Sanchesda yotibsan. Sana xizmat qilgin kelmayaptimi? Xizmat qilgim kelyapti, qornim og'riyapti-da. Yana bir 3 oy yotgan, xudo xolasa armiya ham tugaydi. Usta, qaytganingiz rost bo'lsin. Siz qabriston quvillab qolganda lekin. Ey So'taxo'ja, sal erkak bo'lgin. Borimdan ko'ra sochingni oldir. Odam bo'lib qoptimi, usta? Voy askar bolam keldi mana. Onajon, bu askar o'g'lingiz keldi. Hech qaysi askar mendek mardonavor xizmat qilmadi, onajon. Kasal bo'lib qolmadingmi bolajonim? Chibinam chaqqani yo'q. Ha, hali ham daraxtga o'tiribsanmi? Ana futbolchiga tegmadingmi? Ana Abdug'affor aka Husanov akagami? U fake ekan-ku. Dadam bersam ham sizga beraman deyapti. Balochani yebdi. Endi men o'ylab ko'raman. Men qara. Ana Pep Guardiola nomerini beraymi? Nimaga? Bir telefon qilib so'ra, aniq o'tibdimi, yo'qmi? Asalom umidvor bo'lib o'tirma men yerda. Pullar sovchilikka keldik. Mangami? Hazır. Olinglar, olib o'tiringlar. Yo'q. Onasi demasa, mana shu salat bizga qimmatga tushdi. Kolbasa soldik, sir soldik, mayonez soldik, opsh 350 mingga tushdi salat. Yegis kelyaptimi? Yo'q, yegim kelmayapti. Kelmayaptimi? Unda qo'ying. To'xtang onashga. Mana shu mevalarni qanchaga oldik bozorda? 650 ming. 650. Qishda qimmat bo'lar ekanda. Yegis kelyaptimi? Yo'q, rahmat. Unda qo'ying xolajon. Noto'g'ri tushunmang, просто qimmatga tushdi. To'xtang. Xolachka, mana shu qo'lingizdagi vilkani biz Xitoydan 1992 ming dollarga oldikmi? Shuni kir qilmaylik, qo'lda yuving. Xo'pmi? Svetmi yo'q? Svetmi yo'q, svet o'chir. Svet ham o'zi pulku, bir-birimizni ko'ryapmiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, ko'rmayapsizmi mana shu? Kimligingizni ko'ryapmiz. Endi bir qizingizni ham ko'rsak, a? Mayli, chaqir. Qizim, choy olib kir. Lekin u olib kirgan choy ham pulli-da. Dada, ovqat qilaymi, yo'qmi? Nimaga unday deyapsan?
Sovchilarni olayotganmi, olmayotganmi, olishmasa nima qilamiz axot qilib? Lishni rasxot qilib. Undan ko'ra dangal gapirsin. To'g'ri aytyapti qizim. Tan olinglar, to'g'ri aytyapti. Hozirlar biz qilgan ovqatni yeb ketasizlar. Keyin olmasanglarchi qizim, to'g'rimi? Shuncha pulga biz ubutga bo'lamizmi? Bora qol qizim, assalom. O'zingga o'xshaydi-da. O'zi tog'ora pog'ora olib kelganmisizlar? Qani ko'raylik, nima olib kelibdi? Bir ko'raylikchi. Молодец. Sifat pichirisidan olib kelibdi. Yangichasi chiqibdi, sut burger. Yeb ko'raylikchi. Muncha mazali. Gap yo'q, past ketmasdan zo'r pichini olib kelibsizlar. Bo'ldi. Qizimizni beramiz sizlarga, olinglar. Sizlarda bunday sovchi 2 marta kelib maslahatlash degan narsalar yo'qmi? Nima qilamiz maslahatlashib? Nima qilamiz? Sizlar hozir yana kelasizlar biznikiga. Biz yana sizlarga dasturxon qilamiz, rasxot qilamiz. Nima keragi bor? Menga qarang, shunda hamma narsa pullik bo'lyaptimi? O'tirgan joyimga ham pul to'laymanmi? Bir piyola choy ichdim, unga ham pul to'laymanmi? Yo, choy skitkada-ku. Yana nimalarga pul to'layman, ha? Havo. Uyimizdan kislorod olyapsizlar-ku, havo olyapsiz, nafas olyapsiz, yoqyaptimi havo? Yoqyapti, pulini to'laysiz-da, xola. Toshni paraga. Hamma rasxotingni hisoblab to'lab chiqib ketaman, xo'p? Siz kimni toshni paraga deyapsiz? Nima siz bizni shunchalik paskoda deb o'ylayapsizmi? Yegan ichganlarga pulini to'laylar, uslugasini mayli olmaymiz. 20% skitka sizlarga. Satqa yordam ket, to'r kampir ketdi. To'xta. Men hali ham senga skitka qilib berdim. Ota-onam qishloqdan uyimga kelganda issiq suvga pul olganman. Ota-onangga nimaga olasan pul? Issiq suvda cho'milishganiga olganman. Odam pozanmas ekansan, tushundingmi? Yor oldimga tush. Topgan joyingga sana. To'lab ket, o'tirdingmi, to'lab ket. Qizing. Xola, muzik